Kim birovni ustidan qaysi bir ayb bilan kulsa, to o'sha ayb bilan odamlar uni ustidan kulmagunicha o'lmaydi. Birovni o'g'ri dedik, u haqiqatda o'g'ri edi. Biz uni aybladik o'g'ri deb. To bizni odamlar o'g'ri demagunicha o'lmaymiz. Birovni zinokor dedik, birovni boshqa narsa dedik, birovni ustidan kiyimi yirtiq deb kuldik, kiyimi arzon deb kuydik yoki falon deb sifatlar bilan biz kuldik. To o'sha narsa bizni boshimizdan o'tmagunicha, odamlar bizni mana shu ayb bilan ayblagunicha biz dunyodan o'tmaymiz, birodar. Siz nima qilyapsiz bugun? Siz birovni ustidan kulayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizni ustingizdan odamlarni kuldirish uchun zamin yaratib beryapsiz. Tavba qilaylik. Va Alloh taolo oyatning davomida allazi jama'a malan va addada.